So'nggi paytlarda Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aloqalari qay darajada ketmoqda? Xo'sh, bu haqda bizning yurtdoshlarimiz qanday fikrda? Undan oldin ushbu videoga like bosing va do'stingiz bilan bo'lishib qo'ying. Obuna tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Biz esa sizlar bilan jim turib ushbu videoni kuzatamiz. O'rtoqlar, oxir payt Instagramda ko'p ko'raman Xitoy haqidagi videolarni, Xitoy qanaqa O'zbekiston bozoriga kirib borayotganini va shu asosida bizda hozir vizasiz rejim qo'yildi. Bu narsa kuchayadiki, hech qachon kamaymaydi. Xitoyda yashayotgan 2 yil bo'ldim. Xitoylar hech qachon do'st bo'lmaydi. Sizga bir so'm pul berdimi? U o'zidan o'zi bir so'm pul bermaydi. Uni ortida nimadir kutadi. Biror bir ishga pul tikyaptimi, o'sha narsadan 2 barobar foyda olmasa, u joyga hech qachon ular burnini suqmaydi. Xitoylar shunaqa egoist xalq. Ular hech qachon sizlarga do'st bo'lmaydi. Yuzinglarga kulib turib, o'zini foydasiga ish qiladigan xalq. Ular bizlarga o'zbeklarga o'xshab oq ko'ngil, voy mayli, shu yaxshi ekan, yaxshi bo'la qolsin deb birovni o'ylagan xalq emas. Ularning har bir ishini orqasida bir negiz bor. Bu negiz manfaat bo'ladi. O'zbekistonga kirib yotib, O'zbekistonni boy qilib, O'zbekistonni rivojlantirmoqchi emas, ular o'zining cho'nchagini qappaytirmoqchi o'rtoqlar. Boshqa hech narsa emas. O'zbekning nonini oladi, boshqa hech narsa qilmaydi. Boshqasi kutmaylar. Instagramda har xil video qo'yib, Xitoyni yomonlaganimizdan foyda yo'q. Bu narsa to'xtab qolmaydi. Xitoyliklar qilgan ishni sizlar ham qila olasizlar. Xitoyliklar qilgan biznesni sizlar qila olmaysizlarmi? Xitoyliklardagi bor bosh sizlarda yo'qmi? Harakat qilsanglar sizlarda ham bo'ladi. Bitta aybinglar, sizlar super dangasasizlar va juda ham qo'rqoqsizlar. Harakat qilinglar. Bo'lmasa o'zbek nonini mana shunaqa chetdan boshqa davlatlarga kelib, o'zbek nonini olib chiqib, o'zining davlatiga ketadi, cho'nchagini qappaytirib. Sizlar doim shunaqa Instagramda va ha publika qilib, boqmoq qolib qolasizlar. Qolib ketasizlar. Xitoyliklar uzumga kirmoqchi-da. Biz haligacha yuribmiz. Ofisda o'tiribman, ikkita xitoylik keldi, переводчигini olgan. Uzumni savdo qilmoqchimiz dedi. Necha pul dedi o'shanda? 100 ming. 100 mingmi? 100 ming dollar pulimiz bor. Uzumga kirish uchun kam emasmi deb so'radi. Masra savol berdim. Maqsading nima? 100 ming bilan kirish desam, hozir 100 ming bilan kiraman, keyinchalik 1 million dollargacha olib bormoqchiman buni 1 yil ichida deb aytdi. Xitoyda ishlab chiqaruvchi tanishlarim bor. Mana shu tanishlarimni mahsulotlarini uzumni sotmoqchiman deydi. Qaranglar-da, uzum shu darajada rivojlanib ketdimi? Xitoyliklar uzum haqida Xitoydan turib ishlayapti. Biz esa haligacha bozorda yuribmiz-da. Okey, olasizmi? Skidga qilib beraman, nasiyaga beraman, olsangiz keyinroq ham berasiz pulini deb yuribmiz. Lekin Xitoyliklar uzumga kirmoqchi-da. Biz haligacha yuribmiz. Bilasizlar, Rossiyada Ozon Wildberries degan katta marketplacelar bor. Mana shu marketplacelarning 3 dan 1 qismi sotuvchilari oddiy misol Ozonda ham Wildberriesda ham 200 mingga yaqin sotuvchilar Xitoyliklar. Tasavvur qilasizmi, qanaqa darajada bu katta sifralar. Xitoyliklar qaysidir bozorda, qaysidir marketplace rivojlanishni boshlagandan keyin mana shu marketplace'ga o'zi kiradi va eng zo'r narxi Xitoyliklar bera oladi va bozorning katta qismini egallab qo'yishi mumkin. Shuning uchun akalar, bozorda savdo qilarmasdan, do'konda savdo qilarmasdan onlaynga o'tishimiz kerak. Agar biz o'tmaydigan bo'lsa, Xitoyliklarning o'zi mana shu uzumni ham tez orada egallab oladi. Xullas, vaziyat jiddiy azizlar. Menga ertalabdan mana bu rasmni yuborishdi. Bu bizdan sohadagilarga, menimcha hamma sohadagilarga bitta signal bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki mana karvon ko'p rizqi bo'laylik. Bunga meni imonim bor, endi yozishyapti ko'pchilik shunaqa deb. Hammani rizqini beradi Xudoyim. Lekin Xitoy qaysi bozorga kirgan bo'lsa, u yoqqa shunchaki foyda ko'rish uchun kirmayapti-da azizlar. Mana dunyoda bo'layotgan ishlar, raqamlar shuni ko'rsatyapti-da. Biz mana shu bozorni boshqa yurt kompaniyalariga berib qo'ymasligimiz uchun nima qilish kerak? To'g'risi men boshim qotib qoldi. Yo'q, bilaman, yechim ilmda. Lekin qanaqa qilib tez fursatda natija beradigan ilmni odamlarga berishimiz mumkin? Ya'ni tajribalarni, ilmni berishimiz mumkin. Meni boshim qotdi. To'g'risi ustozlardan ham yordam kutaman. Bu videoga fikrlarni boshqa ustozlardan ham kutib qolaman. O'sha ta'lim sohasidagi yoki o'zini ishini qo'llatib qo'ygan ustozlarimiz juda ham ko'p. Bu videoni ko'rishsa va yordam berishsa bizga juda ham xursand bo'lardim. Nima qilishimiz kerak o'zi? Ha, ilm berishimiz kerak. Qanaqa qilib? Mana shu narsalarda to'g'risi men boshim qotdi. Lekin tezroq harakat qilishimiz kerak azizlar. Tezroq harakat qilishimiz kerak. Qolganlardan fikr kutib qolaman, chunki oramizda yaxshi, foydali fikrlar chiqarganlar juda ham ko'p. Izohlarda yozinglar va bu videoni tarqalishida imkon qadar yordam bersanglar men xursand bo'lardim. Like kerak emas, shunchaki tarqalishida yordam bersanglar bo'ldi. Endi mahallaga ham kirib kelishdi-yu. Nima qilamiz endi? Qandoq qilamiz endi? Xo'sh, bu haqda ko'pchilikning fikrini o'rganib chiqdik va ko'pchiliklar bundan norozi. Ba'zilar esa bu narsa yaxshilikka deb o'ylashadi, lekin biz bilmaymiz. Bu haqda ma'lumotlarni ko'rsatganimiz sababli ko'pchilik nima fikrda borishini biz bilib oldik. Xo'sh, nima bo'lganda ham biz ortiqcha narsani bilmaymiz. Nima bo'lganda ham ushbu videoga like bosing va do'stingiz bilan ulashib qo'ying. Va kelgusi ko'rsatuvlarda sizlar bilan ko'rishguncha nima bo'lganda ham O'zbekiston strategiyasi taraqqiyoti va rivojlanish sari bormoqda. Siz o'zingizning fikringizni qoldirishingiz mumkin va do'stingiz bilan ulashib qo'ying va sizlar bilan kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.